2026-yilda mart boshida Toshkent va O'zbekiston bozorlarida narxlar o'sishda davom etmoqda. Mol go'shti 70 mingdan 103 ming so'mgacha. Suyaksiz qismlar 90 mingdan 120 ming so'm. Qo'y go'shti 82 mingdan 110 ming so'mgacha. Yanvar-fevralning o'zida mol go'shti 6% ga, qo'y go'shti esa 17% ga oshgan. 2025-yil davomida esa umumiy o'sish 25% atrofida bo'lgan. Bunga asosiy sabab yaylovlar kamaygan. Yem, xashak qimmat. Talab yuqori. 2025-yilda O'zbekiston 869 million dollarlik go'sht import qilgan. Mol go'shti importi 67% ga oshgan. Global narxlar ham yuqori, bu haqda FAO ma'lumotlari ko'rsatmoqda. Toshkentdagi Oloy bozori va supermarketlarda narxlar yanada balandroq. Hozircha narxlar tushishi kutilmayapti. Sizning hududingizda narx qancha? Kommentda yozing.